Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve valaha ma ba'd. Bugün bir profesörlerden Amerikaga, katta Jami Amerikaga profesör, doktor ve lugayı Uzbeki ve Farsi ve Arabini bilgen bir doktor. Ve bu merci'lerde hemasını uzun lügatlarga, Farsi ve Uzbeki maga okuyan bir şahsiyet. Ve bu müellif yani Jamiat Carleton نما بروفيسورلر ومشهور أكاديميلرجان في تاريخ آسيا الوسطى بس تاريخمزga katta xabirlargan dunyoga hozir طبعا Ruschani ham bilarkanlar, Forschani, Turkchani ham bilarkanlar, O'zbekchani ham biladilar. طبعا yani nechta kitoblari bor bu mavzuga, bu shaxsiyatni. Va bu shaxsiyatni oti ham Adib Khalid. Asosiy kitoblardan bittasi ko'p ya'ni tarixi siyosiygan e'tiroz qiling, bu bitta tarixi siyosiydan gapiradi, ya'ni nimasi kitobi nima u? Making Uzbekistan, Sanoat O'zbekiston, tamommi? Sanoat O'zbekiston kitobning oti bu. Va taban boshqa kitoblari bor mana shu mavzuga, mana shu masalan al-Islam ba'da shuyuiyya, masalan الإسلام بعد الشيوعية، وكتاب سوفيتية بيم مهم كتاب. طبعا biz Making Uzbekistan'dan gapiramiz birazgina bugünkü videoga. Adib Khalid deydi ki O'zbekiston siyosiy shu davlatga hozir bor va qavmiyatga bor o'zbeklar, tamommi? Ya'ni 1920'lardan avval yo'q edi. موجود مسجد مثلا أوزبكستان وأوزبك مثلا، تمام؟ وقومية شكلها. bu O'zbekiston ki bugunki yani davlat kibar bu qanday o'tga kelgan, qanday tavallud qilgan atadiki bu kishini fikriga, taban bu kishini fikriga tafaul bo'lgan بين المثقفين المحليين جديد، تمام؟ Jadidlar. Taban bu jadidlarda biz shabablar bilmaymiz ko'pincha, lekin biz kattalarimiz hammasi biladi, oqsoqollar biladi. Bir harakati nima edi O'zbekistonda ichiga? Tajdid edi, tamommi? Shu harakatdan ko'p gapiradilar Adib Khalid. Ya'ni mana shu jadidlardan o'qish istasangiz va ko'proq ma'lumot, bu kitob asosiy sizga. Va bolshevi quvvatlargan. Taban bolshevilar kim? Hozir Rossiyaga bizni nima avval kitobga gapirdik, Turkiston haqiqatlari, kattamiz oqsoqolimiz Yasaviy hazratlaridan o'rganganimizga bir nima bor? Rusiyal Qaysariya bor, bir Rusiyal Bolsheviya bor, tamommi? Rusiyal Qaysariya bu hokimida kim edi? Qaysardi. Tamommi? Qaysar. Ya'ni hokimi nima edi? Yani bir imparatordu ve onu ahdi vardı. Keyin ahir Qaysarda ustiga savra bo'ldi. Savrai Bolshevi deydi. Bu taban Şuiler, tamammi? Leninu bular kelib nima qilib savra qilishib va buni yiqitishdi. Rusiya Qaysarda yiqitib savrai Bolshevi keldi. Bolshevilar nima derdi? Şuiyat. Tamammi? Şuiyatlar kelishdi. Mana shu ikki asosiy nimasi bor. Bu kishi aytadiki bolshevilar va jadidlarda o'rtasidagi chiqqan bir narsa deydi O'zbekiston va qavmiya O'zbekiya. Va bu jadidlar nima edi? Bir harakati tajdid islomiy Osiyoga edi. Bular bir o'yin emas edi ruslar qo'lga yo sofiatlar qo'lga. Va nima bir o'zlariga nimasi bor edi? Quvvatlari bor edi va asarlari bor edi deydi. Va hatto bular jadidlar mana shu bolshevi savrani istihdom qildilar. O'zlarini nimasini bir mamlakat insho qilish uchun bu jadidlar. Va harakati shuyuiy va mana shu kommunizm, shu kommunistlar qanday kelishdi nimaga? Mujtama'iy Osiyo ustiga kelganini ham bitta gapiradilar.
va Toshkentga qanday keldi bu kommunistlar? Tamommi? Ya'ni bular ruslar bilan, mustamirlar bilan, askarlar bilan qanday kelishdi? Va qanday bo'ldiki, shaharlar kommunist bo'ldi va ya'ni shahardan xorij bo'lgan nimalar shu taqlidiy nimaga qolishdi. Shunga avval kommunist bo'lgan nimalar shaharlar bo'ldi. Nima chunki shu askarlar bilan nima kelib, ta'sir bo'lib, Toshkentda shunaqa katta nimalar kommunistlikka kirdi deydi. Lekin uzoqdagi shaharlar, Andijonga o'xshagan nimalar, atrofdagi shaharlar bular shu eski nimaga qoldi deyishadi. Shunga o'xshagan ya'ni 1924 ga tamommi? Avval dafa lug'at va haviyat, lug'ati o'zbakiy va haviyai o'zbakiyga o'zbak nimasi O'zbekiston o'rtaga keldi. Va ya'ni mana shu nimalarda, hodisalarda adib Xolid shu kitobga aytib o'tadilar. Ko'p muhim kitoblarga, hattoki boshqa kitoblar ham sovetizm, haligi al-Islam ba'da shuyuiyya muhim kitoblarga o'qishimizga, marja olishimizga. Ila alqokum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.